tur, bu hali oxiri emas. Ichingdagi ovoz aytadi, sen tayyorsan. Qo'rqma, bu yo'l seni o'zgartiradi. Bugun qiynalsan, ertaga yulduzsan. Sinov muddati, bu hayot maktabi. Bu yerda soxta niqoblar yonadi. O'zingni top, yo'lingga qarab yur, chunki haqiqiy kuch ichingdadir. Birga yursang yo'llar yengil bo'ladi. Qo'l ber, omad aynan bizni kutadi. Sinov muddati, yo'q ichingda olov bor. Sinov muddati, to'xtama, orqaga yo'l yo'q endi bor. Yiqilsang ham tur, yana tur, sen uddalaysan. Bu hayot seniki, ishon, sen yutasan. Assalomu alaykum yana bir karra. Marhamat. Xayrli kun hammaga. Vaziyat biz o'ylagandan ko'ra jiddiyroq. Psixolog mutaxassislar ishtirokida topshirilgan vazifani kim uddalay olmaganini tahlil qildingiz. Va menimcha, bugun kim qaysi holatga tushishini allaqachon tushunib bo'lgansiz, balki allaqachon qo'l ko'tarishga tayyorlar bordir orangizda. Emotsiyalar, bu atmosfera, buni kerak bo'lsa pulga ham sotib ola olmaysiz. Xuddi shu hayot. 13 kishi his qilish imkoniyati bor. Men jarayondan zavq olaman. Oramizda bir kishi resepsiyonda ochib berilishi kerak bo'lgan nuqtani ochilishini kutmasdan sakrab o'tgan ishtirokchi bor. Kim o'sha ishtirokchi? Man. Ayub, buni qanaqa oqlaysiz? Resepsiyonda u qizimizni quloq uchunda nimadir ko'ryaptilar, chaqirishdan bir foyda ko'rmasdan sakrab o'tdim temirni. Ayub, har qaysi holatda siz aybingiz bo'lmaydi, atrofdagilar aybdor bo'ladi. Yo'q, nimaga? Men aybim sakrab o'tganim tan olaman. Temirni ham bo'rttirib yuborishdi, lekin men u yoqda Jeki Changa o'xshab saltayotganim yo'q-ku. Men akkuratno вот так перелез, так anu qiz naushnikda o'tirgani uchun. Bu uchun javobgarlik bor. Tan olaman va uzr so'rayman. Menda bugungi kunda strategiya bor, mana shu loyihada hech kimni xafa qilmagan holda o'z yo'limni davom ettirish. Albatta, Amirxon aytgandek, bu narsa uchun sizni jinoiy javobgarlikka tortish niyatimiz yo'q, lekin korporativ muhitga ehtirom berilish kerak, hurmat belgilash kerak. Hurmatli ekspertlar, kim qora ro'yxatga tushadi, kim loyihani tark etadi? Balki kimlar degan savolni o'rtaga tashlatsam, balki to'g'ri bo'lar. Shartni eplolmaganlar shans berilmasdan shu surish kerak. Shartni bajara olmading, ketding. Ha, bo'ldi, rahmat, xayr. Anvar aka, so'z sizga. Bugun qora ro'yxatga kimlar tushadi? Hurmatli qatnashchilar, bugungi sizlarga berilgan topshiriqni asosiy maqsadi kommunikativ salohiyatinglarni aniqlashdan iborat bo'lgan. Topshiriq natijalarini o'rganib chiqdik. Qora ro'yxat haqida gapiradigan bo'lsangiz, sizlarga oldindan aytilgan kimlardir bu o'yindan chiqib ketadi. Birinchisi, bu Maryam haqida gaplashmoqchi edim. Zaryadka haqida xodimlar bilan gaplashishga harakat qilgansiz. Tushunishim bo'yicha o'tda ozgina kichkina tushunmovchilik bo'lgan. Bu albatta o'sha aytgandek kommunikatsiya haqida gap ketadi. Har xil musobaqalarda qatnashamiz biz. Ya'ni sport madaniyati kompaniyamizda mavjud. Lekin shunaqa imkoniyat bo'lsa ham siz haligi o'zingizni taklifingizni singdira olmadingiz. Qora ro'yxatga tushganman, men uchun juda katta dars bo'ldi. Men ham tars uyg'ondim, любой vaqtda chiqib ketishim mumkin degan signalni berdi. Dildoraxon
birinchi bo'lib call center menejeriga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. O'shani xonaga kirganda kim bu yerda menejer? Kim o'sha odam oldiga borib, o'zingizni qisqacha tanishtirib, maqsadingizni aytishingiz kerak edi. Men o'ylaymanki, o'shanda qanaqadir ijobiy o'zingizga natija olgan bo'lar edingiz. Keyingisi Boburjon, o'zimizning futbol komandamiz bor bu yerda. Kommunikatsiya to'g'ri fikringizni taqdim qilish, to'g'ri tushuntira olmay qolgansiz. Vazifani to'g'ri bajara olmaganlarning o'rniga bajarganlarni qora ro'yxatga qo'yishi menimcha xato edi. 4-odamimiz bu Nodiroxon siz bo'lasiz. Voy, har kuni ertalab o'ylayman. Qora ro'yxatga tushishim mumkin bugun deb o'ylayman. To'g'ri joyga murojaat qilgansiz, xodimlar bilan ishlash bo'limiga. Lekin bu kompaniya, bu yerda korporativ muhit, bu yerda harbiylashgan muhit emas. Qora ro'yxatga tushish ashrochiyasi juda ham yomon. Buni his qilish juda ham yomon. Ayubxon, bu sizga ham tegishli. Keyin safar bunaqa xatti-harakatlardan ehtiyot bo'ling. 5 ta ishtirokchini tushgani to'g'ri deb hisoblayman, chunki ular berilgan vazifani bajara olishmadi. Rahmat katta. Mana shu 5 ta ishtirokchidan hozir 2 ishtirokchi tanlanishi kerak va kim qaysi ishtirokchini qo'llab-quvvatlashini aniqlashimiz lozim bo'ladi. Men o'yladim, hozir menga kelganda men kimni tanlayman? Kimni loyihani tark etadigan ro'yxatga qo'shamiz. Agarda istasangiz 5 kishidan 2 kishi loyihani tark etadi. Qanaqa qilamiz? Kamron, nega kulyapsiz? Yo'q, ikkida emas, bitta chiqara qoling. Kutgandim 5dan 5 chopilishi. Shohruh, norasmiy lider ekansiz, siz eshitishim bo'yicha. Qayerdan chiqqan gap bu? Men birinchi marta bu gapni eshitdim, bilmadim. Kecha tug'ilgan kunim bo'ldi, tabriklasaylik. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Bugundan boshlab hurmatli rahbarimiz, Lider deb bizni hali saylamaganmiz. Bilmadim kim sayladi. Men shunga hayron qoldim. Shohruxxo'jani da tan olaman, chunki boyaga o'sha gruppaga shartlar kelish jarayonida ham Shohruxxo'ja hammani podдержка qilib, kimga nima yordam kerak, kimga nima bo'lyapti, faqat o'zi bilan yashamadi-da. Tasdiqlanmagan liderligingiz rostmi shu yerda? Hammadan balandroq gapirdi degani, hammadan kuchliroq yoki hammadan bilimliroq degani emas. O'zi uchun liderdir. Uni ko'rinishi, savlati liderlikka tortadi. Men uchun lider emas lekin. Lider deb hisoblamayman. Bu yerda hamma o'zi uchun lider. Yo'q, unday emas. Bu yerda lider yo'q. Yo'q, men liderman. Epititlar, ya'ni lider, ne lider, bu narsa juda ham zo'r, yaxshi, lekin bu men uchun hozirgi paytda muhim bo'lgan narsa emas. Bunaqa gap yo'qmi? Xo'p, sizni demak tajribali marketolog sifatida mana shu 5 ta ishtirokchidan kimni demak tark etishga nomzodini qo'ysak bo'ladi, 2 kishini. Мне было неожиданно, что я должен сейчас их судьбу решать. Подстава dedim buni. Sizni fikringiz hozir biz uchun juda ham muhim. Lider yordam beradimi yo lider deb 5 ta odamdan 2 ta odamni chiqarib yuborish kerakligi degan narsani podstava deb aytdim-da. Lekin men bu narsani tushunaman, qo'llab-quvvatlayman desam bo'ladi. Lider o'ziga javobgarlik olmasa, qolganlar ham qo'rqadi. Lekin juda ham tarbiyali bola. Qolganlarni juda hurmat qiladi, hurmatini joyiga qo'yadi. Shohruxxo'ja, siz ikkita nomni ayting hozir. Kutilmagan edi, yoqmadi deyman. Samimiy aytish kerak, yoqmadi deyman. Tanlov qilayotganda ikkilanmadim. Norasmiy lider sifatida sizni tanlovingiz Ko'ngil uchun ikkilandim. Atak men o'sha miyamda kimligini bildim. Qat'iyan mana shu odam dedim bo'ldi. Dildora va Bobur. To'g'ri reaksiya berdi. Uni fikriga men qo'shilardim. Garchi u lider hisoblamasam-da. Ikkilanmasam, xafa bo'ldingmi, javobgarlik olganing uchun qo'rqyapsam desiz, yo'q. Hozir menga boshqatdan yana shu savol beriladigan bo'lsa, bemalol yana tanlayman kimdir. Lider deb xato qilishdi uni. U boshqalarni o'zi bo'ysundira olyapti, menga kelganda u bo'ysundira olmayapti. O'shandan keyin meni chetlashtirishga qaror qildi deb o'ylayman. Atimbob O'rinbayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli rayonida tug'ilganman. Hozir 24 yoshdaman. Bu yerda qatnashda Qoraqalpoq mamlakatlik universitetining 4-bosqich studentiman. Bundan tashqari, Jaslar TV telekanalida avtoalim ko'rsatuvining boshlovchisiman. O'zimning millatim o'zbek. Hali uylanmaganman. Uyda 3 ta farzandimiz, 2 ta opam va bitta men. Orzuyim Bobur ismiga loyiq bo'ladigan inson bo'lish. Asosiy daromadni dadam topib beradi. Albatta, hozirda student bo'lganim uchun o'zimni topganim faqat o'zimga ketadi. Ba'zan yetmay ham qolishi mumkin. Dadamdan ham so'raydigan paytlar bo'ladi.
shu proyektga kelishimga sababchi bu dadam tavakkal qilgan yaxshi deb aytgandan keyin men shu yerdaman. Proyektga kelishimdan sabab ko'p narsalarni o'rganish, yangi insonlarni ko'rish, tanishish. Xullas, hozirda meni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida telekanalida faqat 2 million kishigina kuzatishi mumkin. Bu proyektda qatnashadigan bo'lsam, imkoniyatim yana ham ko'payishi mumkin. O'tgan safargi ishtirokchilar yutgan paytida ko'pchiligi Toshkentdan uy olaman deb aytishgan. Men ham xuddi shunaqa qilmoqchiman. Agarda shu ko'rsatuvda yutadigan bo'lsam. Agar o'zimga ishonmaganimda bu yerda o'tirmasdim. Odamlarga ishonmayman lekin. Bo'sh vaqtimda uxlayman. Ko'pincha meni qo'llab-quvvatlagan bu oyim bo'ladi. Dadam ham qo'llab-quvvatlaydilar. Ular qo'llab-quvvatlamaydigan bo'lganida men bu kasbda yurmagan bo'lardim. Ba'zi o'rtoqlarim shunaqa deb aytishgan. Jurnalistika kasbi bu yarashmaydi senga. Buni topishi ham yaxshi emas. Undan ko'ra bloger bo'lib ket, nima qilasan deyshadi. Lekin menga bloger bo'lib ketish yoqmaydi. O'zim unchalik darajada blogerlarni yoqtirmayman to'g'risi. Rahmat sizga. Ana endi joylarga turib olishinglar mumkin. Men o'zimni rejamni ochiqlagim kelmaydi. Bu narsani efirda ko'rsam ham uyalmayman. Xalq to'g'ri tushuninglar, bu loyiha davomida qilinayotgan bir reja. Ya'ni kuchlilarni o'zimni yonimga olib, mana bugun Shohruh aka meni qutqarib qoldi. Nimaga? Menga bo'lgan nisbatan do'stligimiz uchun. O'ylaymanki, do'st bo'lib qolamiz. Mana shu so'zlar intervyuimni ko'rgandan xafa bo'lmanglar. Bu birinchidan reality. Qolganlar ko'proq ovoz berishini aniqlaymizmi? Aniqlamaymiz, chunki Anvar akaning boshqa fikrlari bor. Anvar aka, marhamat. Kompaniyamizdan muhitiga sho'ng'ishda sizlarda imkoniyat bo'ldi. O'ylaymanki, bunaqa xatolarni sizlar boshqa qilmaysizlar. Qarorimizni bugun hech kim bu o'yindan chiqib ketmaydi. Hamma qoladi. Bugun adaptatsiya kuni, hamma joyida qoladi. Tabriklayman. Juda chiqib ketayotganiga xursand emas edim. Hatto xafa ham bo'lmayman-ku chiqib ketsa. Lekin sizlarga boshqa bir yangiligimiz bor. Yangilikni qabul qilishga tayyormisiz? Ha. Marhamat. Saidkulova Umida tasvirga olish maydoniga taklif qilamiz. Yangi ekspert yoki yana yangi psixolog. Adaptatsiya uchun maxsus xodim deb o'yladim. Saidkulova Umida 1996-yilda tug'ilgansiz. Webster universitetida o'qiysiz. Magistratura bo'yicha, ya'ni business administration bo'yicha tahsil olaman. Amerika va Angliya xalqaro tashkilotlarida freelancer sifatida faoliyat yuritganman. IELTS bo'yicha imtihon ham olasiz, tushunishimcha. Bu sir bo'lib qo'ya qolsin. Bu sir bo'lib qo'ya qolsin. Tantanali background bilan e'lon qilishdi. Umida bejizga bugun Paynet kompaniyasiga kelgani yo'q. Umida bugundan boshlab sizlarni safingizga qo'shilishi mumkin. To'satdan bizga surpriz bo'ldi bugun. Hattan osmondan yomg'ir yog'di, yangi ishtirokchi qo'zg'orin bo'lib ko'tarilib chiqdi. Haqiqiy intriga o'sha yerda boshlandi. Lekin qabul bo'ladimi yo'qmi, bu savolga javob sizlardan chiqadi. Agarda sizlar Umidani davramizga, safimizga qo'shamiz desangiz, qo'shiladi. Agarda yo'q, bizga yangi ishtirokchi hozir kerak emas desangiz, qo'shilmaydi. Tanlov sizda. Ko'plar meni yoqtirmaganini aniq sezdim. Yangi ishtirokchi qo'shiladi deb umuman o'ylamagandim. Xuddi boshqa ishtirokchilarga o'xshab kastingdan o'tganmilar? Suhbatdan o'tganlar. Muvaffaqiyatli o'tganmilar? Muvaffaqiyatli o'tganlar. Nimaga boshida kelmadilar bizlar bilan 14-chida? Chunki o'sha payti Toshkentda emas edim. Ya'ni komandirovka bo'yicha boshqa shaharga ketdim. O'shaning uchun ilojini qila olmadim. Prioritet bo'yicha proyekt tanlash kerak edi boshida. Oramizda proyekt tanlaganlar ham bor ishdan Hozir. Oradan kirib kelsa, o'yin buzarli bo'lgandek tuyuldi menga. O'yin buzarligi chidoyman. Biz ham ishli odammiz, lekin ishimizdan javob so'rab kelib, hamma narsani ortga surgan holatda shu proyektga keldik. Bu yerda turgan hech kim bekor kelmagan, hamma kelyapti. Hamma vaqtini yo'qotyapti, pulni yo'qotyapti har kuni bu yerda bo'lgan. Qo'pol qilib aytganda borini aytaman. O'shaning uchun o'sha riskovat qilib, o'sha stavka qilinmagan bo'lsa, boshida hozir Tushunarli. Sizni nazaringizda adolatdan emas, Umidani adolat emas. Shunchaki qo'shilish kerak emas. Siz rozi emasiz. Tushunarli. Yo'q, men ham rozi emasman. Men ularga ishlasa deyolmayman. Ularni ham to'g'ri tushunishga harakat qilaman, chunki ular men haqimda hech nima bilishmaydi, men portfoliyomni bilishmaydi. Hozir sizlarga quvvat manbai topshirildi. Nima uchun ekanligini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Umida, sizni katta xalqaro kompaniyalarda faoliyatingiz bor.
nima uchun sizga Paynet kompaniyasining sinov muddati reality shousi kerakligini tushuntirib bersangiz. Bu kuchli ishtirokchiligini ko'rib turibman. Paynet kompaniyasi bularga imkoniyat berdi. Bu ishtirokchilar kabi men o'zimda har kuni oxiri nima bo'ladi, nima kutib turibdi oldindan tomirimda oqadigan adrenalin deydimi? Har kuni o'shanga bo'lgan motivatsiyamni ko'rsatish, har xil emotsiyalarda xuddi bular sezayotganiga o'xshab men ham sezishni xohlayman. Shu adrenalin olishni xohlayman degan gaplar ham yoqmadi. Kecha raqobatga bardoshli, kuchli ishtirokchi loyihani tark etdi va tark etishida kim sababchi ekanligini hammamiz o'zimiz yaxshi bilamiz. Bugun raqobatga siz tayyormisiz, yo'qmi degan masalani ko'ndalang qo'yyapmiz. Va hozir yaxshilab o'ylab, fikr qilib, bu ishtirokchi loyihada qoladimi, yo'qmi degan savolga javob berasiz. Ularni shaxs sifatida hurmat qilaman, lekin bu insonga hozirgi jarayon qiziq. Lekin bizga bu yerda qolib faoliyat olib borish qiziq. Ikkinchidan, bu proyektga nisbatan hurmat bo'lishi kerak va o'sha hurmatni o'zida saqlay bilish kerak inson. Odamning ko'rinishiga qarab yo'q deyishdi. Lekin PR menejer sifatida agar ular ishlamoqchi bo'lsa, bu xato deb hisoblayman. Oldiga 10 ta raqib keladimi, 20 ta raqib keladimi, raqobatga tayyor bo'lish kerak. Raqobatga tayyor bo'lmagan tashkilot quliydi. Har qancha chet elda bo'lasizmi, Amerikadami, O'zbekistondami, bu boyagi mana yigitimiz aytgandek, hamma o'zini hurmat qilgan insonlar kechikmasdan o'z vaqtida kelishga, Qoraqalpog'istondan yotoqxonasi bo'lmaganda ham keldilar. Bularning holatidan ko'ra menda ko'proq vaziyat murakkabroq. Raqibga nisbatan men qarshidurman. Yangi raqib kelganda unga qarshi kurashishni xohlamasman balkim. Javobingiz qanaqa? Yo'q. Siz rozimisiz? Jamoaga nisbatan hurmatsizlik. Shuni ayting. Ko'pchilikning fikri to'g'ri, qarshi bo'lish tabiiy. Poyga boshlangan 13 ta ishtirokchini bosim tushib charchayotgan paytda bir 200-metrda kimdir qo'shilib qolishi. Biz his ko'rgan og'riqni his ko'rishlari kerak edi o'zi. Qaysi og'riqni? Siz hali og'riq his qilganingiz yo'q. Madinani chiqarib yuborish juda og'riqli holat bo'ldi, to'g'risi. Bilmadim boshqalarda qanaqa. Meni nazarimda kecha hech kim og'riq his qilgani yo'q. Shunchaki chiqib ketganidan xursand bo'lganlar bo'ldi. Unaqa bo'lmadi. Menda shaxsan to'g'risi, puldanda, boshqa narsadanda muhim narsalar bor. Bu hayotiy tajriba, agar bu xalqaro miqyosda bo'ladigan bo'lsa, men raqobatga tayyorman. Tushunarli. Raqobat uchun keldimmi, men rivojlanish uchun keldimmi, menga farqi yo'q to'g'risi. Qo'shiladimi, qo'shilmaydimi. Pul haqida gapirdi Otabek. 150 million so'm kutyapti g'olibni. Bobur, siz nima deysiz? Men yana bitta raqobatchi qo'shilishni xohlamasdim. Agar bizga kuchli ishtirokchi kerak bo'lganda, Madinani chiqarib yubormagan bo'lardik. Ayub, xohlayman albatta, kuchli konkurentga tayyorman. Ikkinchidan diplomatik yechimga соглашусь. Endi opayam o'zi qurib qolgandek kelib bundoq из ниоткуда появилась. Lekin men ham diplomatik inson bilan o'zidan o'zi aloqamni buzishni xohlamayman. Yunus, Xohlamayman. Yunus sizni xohlashdi kecha. Meni jamoa xohlashi, chunki men jamoa bilan boshdan birga boshladim. Xuddi shu vaziyatda edingiz kecha. Bilaman, bu vaziyatni juda ham yaxshi tushunib turibman. Agar jamoa meni xohlamagan bo'lsa ham, men kecha ham chiqib ketishga tayyor edim. Demak, siz xohlamaysiz? Yo'q. Uje hamma narsa boshlanib bo'lib, biz bitta etapdan o'tganimizdan keyin yangi ishtirokchi kelgani yoqmadi. Nodira, Sevinch, Qo'rqish emas, bu yana bitta raqobatchi keldi, yana bitta ko'paydi ishtirokchi degan ma'noda qaradim men. Вообще konkurensiyadan qo'rqmayman, o'shaning uchun unda. Rahmat. O'zi birinchi bo'lib men ha deyman deb chiqmoqchi edim, lekin so'z navbatini birinchi bo'lib Otabekka berib yubordilar. Har bir insonga menimcha shans berish kerak va ularga ham shans beramiz. Kamron, ko'ringlar qo'lingizdan nimalar kelar. Welcome and tezroq bye bye. Maryam, Menga xalqaro tajribaga egaligingiz yoqdi. Va raqobat qilish xohladim. Ovoz berganim sababi kuchli mutaxassis sifatida qaradim ularga. Aram qolishlarini oling. Bizga kerakli. fikr o'zgarmadimi Dildora? Bermaymiz. Shohrux Xo'ja, Qat'iyan yo'q. Uchga bo'lindik. Rozilar, tushunmasdan rozilar va norozilar. Запомните этих людей. Tushunarli. Katta rahmat. Meni qabul qilmadinglarmi? Men o'zimni zo'r ekanligimni, kuchli raqib ekanligimni ko'rsatib qo'yaman degan ichimda qanaqadir ovoz paydo bo'ldi. Quvvat manbai nechta bo'ldi? 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta. 13 ta ishtirokchi va 7 ta ovoz. 13 ta kishidan 7 kishi ovoz berdi. Bitta ovoz bilan men bu gruppada qoldim. Agar men yo'q deganimda 6 ta ovoz bilan
qo'shilmagan bo'lardilar. O'zingiz uchun tushundingiz qanaqa maydonga kelayotganingizni. Kelganligi menimcha hech kimga yoqmadi. Mana bu yerda demak ishtirokchilar ro'yxati ramziy tarzda rasmlari bilan qo'yilgan. Quvvat manbaini berasiz menga. Endi bu sizga kerak emas va ro'yxatga o'zingizni qo'shishingiz mumkin. Oilamizga xush kelibsiz. Ishonch bildirganingiz uchun rahmat. Ishonmaganlarga men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Afsuslanmaysiz degan umiddaman. Sinov muddati va yangi ishtirokchilar bilan muborakbod etaman. Senur, bugungi jarayonga nima deysiz? O'zingizlarga juda ham kuchli raqobatchi qabul qilib qo'ydinglar. Siz ishtirokchi bo'lganingizda bu jarayonda qanaqa qaror qabul qilgan bo'lardingiz? Men qabul qilishni xohlamasdim. Hozirni o'zida menimcha kuchli odamlar kerak emas deb o'ylayman. Lekin boshida bunaqa nimani ham aytishmagandi-da, agar shartlar davomida Sizga hamma narsani aytilmaydi, Yunus. Rahmat katta. Bizda sinov jarayoni davom etadi va oldinda yana bir katta shart sizlarni kutyapti. Birozdan so'ng ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Umid opani qo'shilishini eng zo'r menga foydasi, ertaga bir aqlli inson bor loyihada menga foydasi tegib qolishi mumkin u insonni. Konkurensiyadan ham qo'rqmayman masalan. Я обожаю сильного человека. Ta'zimdaman. U inson menga ko'p narsa o'rgatadi. Shu katta shartni o'zi chiqib ketsalar, opa. Chiqarib yuboramiz, Abdurahmon. Men o'zi qabul qildim. Duolarim bor. Uni ko'rmoqchiman. 96-yil bo'lgan opani qaysi darajada biz bilan kurasha olishini jangga chiqamiz. Bilmayman, hali kuchlimi yo'qmi ko'rmadik. Ta'riflarga qaraganda kuchli. Kuchli emas. Hammaga o'xshagan oddiy ishtirokchi. Ha uchun boshqa qo'rqmaymiz-da. Yo'q, gap qo'rqishda emas. Yo'q, можно. Yo'q, bu yerda hech qanaqa qo'rqish yo'q. Bu yerda jamoaga nisbatan hurmatsizlik. Xafa bo'lmadingizmi tag'in? Yo'q, o'yin xafa bo'ldim. Tushunishingiz kerak, lekin vaziyat juda qiyin. Kecha bitta qizni chiqarib yubordik-da. Ana qiyin ekanda. Yuzimga ham aytishdi, siz qo'shilmasligingiz kerak edi, bu shartda bo'lmasligingiz kerak edi. Menga ham birdaniga paydo bo'lib qolish yoqmagan. Men ham sizlar bilan o'tirib, o'sha tanishish, boshida kelish niyatim ham bo'lgan. Ko'rib turibman, u ham yaxshigina manipulyator. Sal o'rnashib olish kerak u inson. O'rnashgandan keyin ham dasti jarroy ishi, qarab turing. To'g'risini aytsam, meni cho'chitadigan ishtirokchini men ko'rmadim. Jamoadagi odam kimdir kelib qolsa, u boshqa. Jamoa qachon shakllandi? Qarang, jamoa kecha tuzildi. Но то, что мы вот это пережили, уже 1 yil bo'ldi tuzilganiga. Kecha bir-birini hamma tanidi, to'g'rimi? Kecha tanidik. Yo'q, kecha tanidik. Biza faqat kechadan beri kechgan emotsiya, hissiyotlarimiz bizni 1 yillik tanish qilib qo'ydi. Kecha degan narsa 1 yil oldingi jamoa bo'lib shakllanib bo'ldi degan narsa emas. Hali shakllanishga bir kunda o'zi ulgurmaydi. Nechta ikkita shart o'tdimi? Yo'q, kechagi shart boshqacha bo'ldi lekin. Qanaqa shart bo'ldi? Kecha o'sha bitta ishtirokchini chiqarib olish. Yo'q, qanaqa shart bo'ldi? Men umuman xabarim yo'q. Hatto prizdan ham xabarim yo'q. Nima bor? Yo'q, gap prizda emas bu yerda. Sizni holatingizda jarayon qiziq. Menga Chunki sizga bu planeta qolib ketish ahamiyati yo'qda. Nega ahamiyati yo'q? Siz xato oldingiz. Men ichimda nima ketayotganini bilmaysiz-ku. Siz faqat adrenalin uchun qatnashmoqchi bo'lyapsiz. Siz shunaqa tushuntirdingiz. Adrenalin uchun yetish boshqa, lekin odam ichida bo'lgan hamma narsani bitta televideniyega sig'dirib bo'lmaydi. Lekin siz bitta shouga sig'dirib bo'lmaydi. Yo'q, siz dedingiz shunaqa. Nima deyishim kerak? Hammaga o'xshaman shu yerda ishlayman, obязательно deya olmasdim. Chunki hamma biladi. Oldinda nima bo'ladi, kim yutadi, kim yutqazadi, o'shanda kelib chiqib bilamiz. Yo'q. Hamma kutilmagan nuqtada men paydo bo'lib qolganim o'zimga ham yoqmadi. Lekin bu baribir o'yin. Qo'pol bo'lsa ham o'yinga chidagan o'ynaydi. Keldingizda, kelib shu o'qib ketmoqchisiz. Biz jivas qilmoqchimiz bu yerda. Shunaqa emotsiya berdingizda. Men ham kutganim yo'q edi. Men bunaqa tanishtirishini, men umuman xayolimda bo'lmagan. Ular bilan juda ham yaqin tanishib oldim. Ayniqsa men Ayibxonga nisbatan hurmatim oshdi. Keyin Nodir oppa ham ortimdan emas, yuzimga aytgani meni xursand qildi. Mayli, endi bu yoni vaqt ko'rsatadi. Ey, xabas. Hozir sinov bo'ladimi? Bo'ladi, yana bitta bo'ladi. Voqlayapti. Biz o'tirdik. Amirxon kirib keldilar, shart tushuntirib berdilar. Hammamiz yig'ilib turibmiz, shart kutyapmiz. Shart qanaqa bo'lar ekan? Hurmatli sinov muddatdagilar, kayfiyat jangovarmi? Hal qiluvchi shart kutyapti bizni. Va bu shartdan so'ng men aniq ayta olmayman, faqat bir kishi loyihani tark etadi deb. Sizlarni keyingi shartga yo'naltirishdan avval Senur ishtirokchilarimizga, demak, Paynet ko'krak belgisini topshiramiz.
Sizga topshirilgan ushbu ko'krak belgilari ishonch belgisi Paynet kompaniyasi tomonidan. Chunki kelgusi shartda sizlarga muhim vazifa topshiriladi va jarayonda Paynet kompaniyasi ambasadori Sevinch Boboqulova sizlarga hamrohlik qiladi. Shahar markazidagi odamlar gavjum bo'lgan nuqtaga boramiz. Har biringizga undan avval maxsus konvertlar topshiriladi. Yana bir karra eslataman, hal qiluvchi shartlardan biri konvert ichida Paynet brendi auditoriyasi yozilgan. Arkida turli auditoriya. Ayub, kim tushdi? Talaba qiz. Umidam davlat xodimi, Nodira talaba yigit. Toshkentda nima ko'p? Talaba yigit ko'p-da. Nafaqadagi erkak. Ishsiz ayol. Obbo, qattan topaman dedim. Chunki hozir ayol juda ham yaxshi rivojlangan. Haydovchi debchi yo'lni bo'yida mashina to'xtatib turmayman-u deb o'yladim-da. Anonim turibdi hamma konvertlar. Sizga nima tushib bilmaysiz. Tavakkal oldim, qarasam krediti bor odam. Boshqa millat vakili. Yosh oila. Yosh oila yaxshi. Yosh oila eng qiyini. Rashk kuchli bo'ladi, ya'ni erkak tarafdan. Shuning uchun eng murakkabi shu. Tadbirkor, juftliklar, Nafaqadagi ayol. nafaqadagi ayol. Yaxshi, ana endi tushuntiraman. Shahar markazidagi odamlar gavjum bo'lgan nuqtaga boramiz va u yerda aynan mana shu sizdagi auditoriya vakilini topasiz. Agar ana shu auditoriya vakili qo'l telefonida gadjetini Paynet ilovasi bo'lsa, sizlarga avtomatik 1 ball qo'shiladi. O'zi bo'lsa, Paynet ilovasi 1 ball, skachas qildirishga undasangiz 3 ball, tranzaksiya bo'ladigan bo'lsa 10 ball. Har bir ishtirokchiga 7 daqiqadan vaqt beriladi. Juda bir o'lchovli vaqt berishar ekan. 7 minut berishdi. Bu jarayon amalga oshirilayotgan vaqtda 3 ishtirokchi o'z vaqtidan unumli maksimal foydalanish kerak. 3 ishtirokchi start berildi, 7 daqiqa o'tdi, vaqt tamom. Maksimal ballni qo'lga kiritdingizmi yo'qmi? Buni albatta jarayonda ko'ramiz. Pastda avtomobil sizlarni kutyapti. Manzilgacha barchangizga omad tilaymiz. Interesmi tuyuldi va nihoyat ko'chada qanaqadir shart bajaramiz. Zadaniya zo'r edi, faqat qayerdan topishimiz qiziq bo'ldi-da. Lokatsiya qayerligi borganimizcha sir bo'ldi. Yo'l bo'yi ketganimizda men предложениyaga kirib, abituriyentlar nima qilsa bo'ladi, o'sha narsani o'rgandim. Chilonzor metrosiga bordik. Abituriyentlar makoni guruh-guruhga bo'linib harakatlanishni boshladik. 1, 2, 3 vaqt ketdi. Boshlandi. Davay. Men birinchi boshlandi. Miyamda 3 sekund bo'ldimi? Ha? Bo'ldi-da. Juftlik. Assalomu alaykum, abituriyent emasmisizlar? Kechasi to'xtab turing, iltimos davlat xodimisiz. Sizda Paynet ilovasi bormi? Iltimos ko'rsatib yuboring. Ishlaysizmi? Yo'q, ishlayman. Ko'rsata olasizmi Paynet ilovasini ochib, iltimos telefoningizdan? To'xtang, assalomu alaykum. Paynet ilovasi bormi sizlarda hozir? Iltimos telefoningizdan ochinglar. Paynet ilovasi yo'qmi? Ishlamaysizlar. Ikkalanglar ham. To'g'rimi? Ma'lum, juda ham zo'r. Paynet ilovasini yuklanglar, agar bo'lmasa siz ham iloji bo'lsa. Yigitlar, talabamsizlar, sinov muddatidan keluvdik. Paynetlaringiz bormi? Telefonda. Paynet. А у вас есть приложение Paynet в телефоне? Gavjum joylarga borsang, taksistlarning hammasi bitta joyga yig'ilib gaplashib turishadi. O'shanaqa joy topishim kerak deb o'yladim-da. Telefoningizda agar Paynet ilovasi bo'lsa, ko'rsatsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa skachet qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Savol bersam bo'ladimi? Paynet ilovasi bormi sizda? Yo'q. Hali nima bo'lishini bilmadim, nimadir yeto bo'lishini bildim. Shundan biroq so'rab oling, bo'ldi. Paynet bormi sizda yo'qmi? Akajon, bormi yo'qmi aytsangiz bo'ldi. Tushmaydi yuzingiz. Bozor tarafiga kirib ketdim-da, o'sha yerda bozor qilib yubordim. Paynet ilovasini skachet qilib ola olasizmi? Telegram kirsangiz bo'ldi. Men tepada Paynet ilova yozing chiqadi. Men o'yladim, hozir boraydi borsa kerak. Har qatdan shunaqa bo'ldi. Qizlar, assalomu alaykum, xayrli kun. Hormanglar, sinov muddati loyihasidan 1 daqiqa vaqtinglarni olamiz. Кто-то тут студенты, девочки. Sinov muddati loyihasidan 1 daqiqa. Paynet loyihasi bormi sizda? Ilovasi telefoningizda. Maylimi ko'rsata olasizmi shuni mumkin bo'lsa? Paynet bor ekan, pul o'tkazib bera olasizmi? Mumkin bo'lsa. Iltimos pul o'tkazib bering. Tezroq, iltimos, menda vaqtiga vaqt. Birinchi navbatda kiradiganim o'sha savdo do'koni bo'ladi deb o'ylab bordim va o'sha ishni qildim. Assalomu alaykum. Rosa qilmadimmi? Paynet yo'q. Skachet qila olamizmi? Iltimos. Paynet ilovasini yuklab olish imkoniyati mavjudmi sizda? Ularga programmani skachet qildirish uchun vaqt ketdi, chunki bizda internet muammosi bo'ldi. Yo'q. Paynet yo'q, skachet qila olasizmi? Qizlar talaba emasmisizlar?
И все молчат. Все кислые такие. O, paynetlari bor ekan. Svetkami, gazgami to'lov qila olasizmi ichidan? O'tkazing, men ko'zim yaxshi ko'rmaydi. O'tkazmalar. Любой mana Abdukarim taksiga 1000 so'm o'tkazsam rozimisiz? Roziman. Ura! To'lov bo'ldi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim, chunki bittada shartni to'liq bajardim. Русский не знает? No. Siz tarjima qilib bera olasizmi? To upload the app Paynet. Да, пожалуйста. I have no internet. Ya, точка доступ. Telefonlarida Paynet ilovasini poisk bersak ham chiqmayapti. Biz skachat qildirmoqchimiz. Paynet ilovasidan foydalanasizmi? Paynet ilovasidan hozircha yo'q. Yosh oilami? Ha, yosh oila. Yosh oila. Telefoningizda hozir sketchat qila olasizmi? Chunki sizga juda ko'p bonuslar berilishi ehtimoli yuqori. Muloqot jarayonida ham iloji boricha etikaga amal qilishga harakat qildim. Internetlari sekin ishlayapti, lekin juda ham. Mabodo xalq ishsiz ayollar bormi, kelinglar, zo'r narsa bo'lyapti. Ular skachas qilib turgungacha shu yerda turib turinglar dedim, yana boshqalarga bordim. Mana shunaqa qilib 7tacha, 8tacha odam yig'ib oldim. Kechirasizlar, 1 minutga mumkinmi? Bir minutga mumkinmi? Hech kim kimlardir norozilik bildirishdi, yo'q tushmaymiz deb. Kechirasiz, davlat tashkilotida ishlamaysizmi? Sizda Paynet ilovasi bormi? Shuni skachat qilib olasizmi, iltimos? Avtobuschini vaqti tig'iz bo'lgani uchun ketishga majbur bo'ldi. Ularga texnologiyaga o'rganish sal qiyinroq, chunki ular boshqa vaqtni odamida. Skachat qilib bera olasizmi ilovani? Yo'q, rahmat. Yarim mingdan issiqnola bor. Bor ekan. Qaynola bor. O'zlarini kartalari bor ekan, pul tushmagan ekan. Buni men sizga foydasini aytay, qarang. Paynet foiz olmaydi 3 milliongacha. Vaqt ketkazmaslik uchun yana yugurishda davom etdim, metroga tushdim. Извините, можно? Русский, да? Нет, я узбечка. Казашka-da? Нет, o'zbekcha. Bor yo'q qoldi o'radimi deb o'yladim. Lekin yo'q, hammasi zo'r kutib olishdi. Mana olindi, bittasi bor. Bir Paynet ilovasini sketchat qiling yoki bormi sizda? Paynet ilovasi bormi? Oching aka, voy rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Issiq nonlar bor 2,5 mingdan. Brat, yomon yordam berdilar. Qarloka, Alloh rozi bo'lsin, rahmat katta. 2,5 mingdan nonlar bor, 2,5 mingdan. Telefoningizda Paynet bormi? Paynet? Pul berasizlar. O'shani sketch qilib oling. Paynet ilovasi bormi? 1000 so'm bo'lsa ham o'tkazib bersangiz. Qayerda o'qiysizlar, sir bo'lmasa? Darxosa. Rahmat. Mana tayyor, pul o'tkazdilar. Rahmat. Rahmat qizlar. Shunday yuklab oling, iltimos. O'zbeklar. Даже rus odamni ham uchratmadim. Qolishim uchun sizning yordamingiz hozir menga juda ham kerak. Iltimos sizdan. Mana bularda bo'ldi. Rahmat kattakon. Ishonardim men mavlonolarimga. Bo'ldi mana yana. Yes, yana bitta bor bizada. 3 ta odamni skachasi qildim, xudoga shukr. Вот, skachat bo'ldi. Всё. 7 minutda men bitta kishiga ulgurdim aytib berishga. Paynet qanaqa ilova, nima qilsangiz bo'ladi. Уже skachat qilib bo'lindi. 1 minutga mumkinmi? Kechirasizlar, 1 minutga vaqtingni olsam bo'ladimi? SMS keldi. Переводingiz aniq qizlardan so'rashga ulguraman. Bularda internet bilan muammo bo'lyapti. Bu qanaqa ish? Masalan, menga bog'liq emas. Biron joyga to'lov qilishga 1000 so'm bo'lsa ham. Kimga qilamiz? Har qadamda talaba yigitni duch keldi menga va ikkitadan bitta uchragan odamimda Paynet bor edi. Bu hozir registratsiyadan o'tib to'liqman aka. Mana hammasi bittada savol beryotibdi. Nima qilishimni bilmay qoldim-da o'sha paytgacha. Endi nima qilamiz deydi. Aka, endi menga bal yoziladi desam, yoqmay qoldim. Baliz ko'payadi. Ha, shunaqa. Lekin o'zimga ham g'alati bo'ldi. Xuddi men ulardan foydalanib ketgandek bo'ldim-da. Internetingiz past ekan. Sekin-ku bu, meni hamma vaqtim ketib qoladi bunga. Meni 3 minut vaqtim deyarli o'sha odamning telefonidagi internetiga ketib qoldi. Bo'ldimi? Aha. Rahmat kattakon. Skachat bo'ldi. 3 ta do'konga ketma-ket kirdim. Hammasi ketma-ket uстановка bo'ldi-da. Ko'rsatvoring. Hozir. Rahmat. Kattakon rahmat. Ko'rsatvoring. Charchamas bo'ldi mana. 3-inchisi. Bitta sketchga bitta перевод. Endi kim bizga uni pul beradi? Kredit yopish. Kredit yopish bo'yicha emas, shu bo'yicha yordam kerak edi menga. 3 ta sketchat qilaman, bitta tranzaksiya. Просто skachat qilish. Ko'pchilik yo'q deb kameradan qochdi. Mana Paynet ilovalar bor ekan. Kirgani yo'q, lekin bor. Shuni skachat qilib olishingiz mumkinmi? Yo'q, shart emas. Internetga men bog'liq emasman. Nima ham qilardik? Internet bilan bog'liq muammo bo'lmaganda tranzaksiya ham amalga oshirgan bo'lardim. Balki boshqalarda ham shunaqa muammolar bo'lgan. Toifa ham bir xil bo'lganda agar bu fikringiz to'g'ri bo'lardi. Hammaga qaraganda meni shartim qiyinroq edi. Xo'p, ismim Sevinch, familiyam Azamatova, ismim Anvarovna. 23 yoshdaman. Toshkent viloyati Ohangaron tumani Telov mahallasidan. Jurnalistman.
oyim meni kelajagimni tasvirlab berardilar. Demak, kichkina qizcha edim unda, maktabga borib kelib yurgan qiz. San chiroyli ofisda, Toshkentda, klassik kiyingan, toza ishda, kompyuterlarda ishlaysan qizim deb oyim meni to o'sha maktabni bitirgunimgacha shuni aytardilar. Men shu fikr bilan katta bo'lganman. Maktabni bitirdim, shunaqa yo'llar ochildiki, o'z-o'zidan Toshkentga keldim. Tinch onajon, yaxshi. Sinov muddati bu Paynet kompaniyasiniki. Xudo xolasa duo qilib tursiz. Duo qilaman, albatta duo qilaman qizim. Xudo xolasa. Qanday baxtli qizsan. Aytmayman. Xudo xolasa. Nasib. Uni o'sgan bolam, ilohim. Aytganingiz kelsin. Omadingni bersin. Siz yaxshi ko'raman onajon. Yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganingiz kelsin. Tabriklayman. Rahmat onajon, yaxshi o'tiring. Siz yaxshi ko'raman. O'zingiz ehtiyot qiling. Har doim meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun. Har doim. Nima ish qilsam ham, nima bo'lsa ham, voy qizim, kichkina yutuq bo'ladimi, katta yutuq bo'ladimi, voy zo'r qizim, молодец, men senga ishonaman. Hali hammasi oldinda, hammasi yaxshi bo'ladi. O'qiganman. Ikkita mutaxassislik bo'yicha. Birinchi mutaxassisligim boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi. Hozir esa jurnalistika universitetida o'zim soham bo'yicha ikkinchi mutaxassislikda o'qiyapman. Sport bilan shug'ullanaman. Til o'rganishga hozirgi paytda kirishdim. Do'stlarim bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'raman. Har xil chiroyli joylarga borish, mazza qilib gaplashish, suhbatlashish. O'sha 9 minggacha bilet olish kerak. Sayohatlarga juda ham ko'p chiqaman. Kecha sanab chiqqandim. 9 ta davlatga chiqibman. Birinchi mavsumi men uchun alamli bo'lgan, ochig'ini aytsam. Menga jamoa a'zolari juda ham yoqqan. Ular bilan shunaqa xohlaganmanki, yaqindan do'st bo'lishib. Va ikkinchi marta ham ko'rdim kasting e'lon qilinganini. Bu san uchun sevinchliman. Har birimizda o'ziga yarasha xavflilik tarafi ham bor edi, o'ziga yarasha plyus taraflari ham bor edi. Menda juda katta konflikt bo'ldi. Maryam bilan biz ozgincha aylangani ketdik. Qaytib kelyapsam, erta 3 ta bola turibdi. Sizda уже tayyor odam bor edi, siz tayyorlab qo'yibsiz odamni, dishni boshladilar. Yo'q, oldindan gaplashmadim-ku. Aka, qayerdadir ishlaysizmi? Deyapman. Keyin yo'q dedilar. Afsho, okey dedim. Start bosilguncha bitta odam yonimizdan o'tib ketadi, qiziqib to'xtadilar. Paynetingiz bormi, amaki? Ishsizmisiz desam, shu bilan gaplashib qoldik va Roziya qara ishtirokchi deb men ularga jo'natdim. Qarasangki tayyor odam dedi. Ishlaymiz ekanman desamki, bekorchiman degan shunaqa gap qildilar. Ketmadi-da, o'sha odam atrofda aylanib. Keyin vaqt berilgandan keyin to'g'ri o'sha odamga bordi. Agar nima boshqacha yo'li bilan konkurensiyani решать qila olmasangiz, это уже его проблема. Boshqacha yo'l bilanmi? Sizlar boshqacha yo'l bilan. Nima xohlayapsiz mendan? Siz yaxshi nima xohlayapsiz? Nima xohlayapsiz? Xohlayapsiz? Ты молодец. Розик, ты молодец. Qani? Nima siz вообще bu yerda qarab turdingiz bu yoqda bo'layotgan narsaga? Это во-первых, vaqt boshlanmasdan. Yunus aka, men vaqt boshlanmasdan nimadir qilmadim, u odam yoniga kelganim ham yo'q. Tushundingizmi? Men ismim Roziya, yoshim 24. Men Andijondanman. 16 yoshimdan ishlashni boshlaganman. Hozirda 4 ta joyda ishlayman. PR direktor bo'lib ishlayman, matbuot kotibi bo'lib ishlayman. Sportchilar va murabbiylarni reytingini olib boradigan loyihada ishlayman. Va 4-ishxonam Xalqaro mehnat tashkilotida международный PR konsultant. Menga yoqadi shunaqa ishlash. Chunki syomkalar va organizatsiya maza qilaman o'zim ichida. Sayohatlarga ko'p chiqib turamiz. Moskva, Gruziya, Dubay, yaqinda Germaniyaga borishim kerak edi, lekin ayrim uydagi sabablarga ko'ra o'tga chiqa olmadim. Oilada bitta qizman, birinchi nevaraman. Yoshligimdan doim meni gapim o'tgan uydagilarga, oyim juda ham men bilan qarama-qarshi odamlar. Домашний qiz xohlaganlar-da, umuman bo'lmaganman-da. Doim o'qishda, ishda shunaqa menga gapiraverlar, bu moralniy menga ataka-da. Неужели oyim haligacha meni shunaqa qabul qila olmaydilar deb o'shandan yig'layveraman. Hozir endi bolangga qaramayapsan, bolangga vaqt ajratmayapsan, mana shunaqa David qilaveradilar har kuni. Ishda bo'lsam ertalabdan telefon qilib shunaqa deydilar, odatda ham deydilar. Lekin bitta narsani bilaman, oyim baribir yaxshi ko'radilar meni, но meni tushunmaydilar. Dadam tushunadi полностью.
Ular doim поддержка qiladi, davay bos. O'zi avlodimda birinchi universitetni bitirgan ayol kishi manman, ishlaydigan ayol kishi manman. Men oilamda hech qachon ayollar ishlamagan, o'qimagan. Menga eng katta поддержка bu o'g'lim. Mamiyim deydi meni. I love you deydi. Umuman bez остановки o'paveradi, yuzimdan ham o'paveradi, qo'limdan ham o'paveradi. Mamiyim ular yomon, sen yaxshi, mana shunaqaga поддержкаlar qiladi. Kim ular bilmayman, men ham kim ular. O'g'lim uchun ham я должна работать. 6 oyligida, chaqaloqligida ishga chiqib ketganman. O'g'limning tarbiyasida to'liq ishtirok eta olmayotganim qiyinchilik tug'diradi. Bilmayman, uyda o'tira olmayman. Ozgincha o'sha konfliktlar bo'lgani uchun turmush o'rtog'im bilan пока отдельно turibmiz. Ko'proq ish bilan bo'lib, ko'proq karyeramga berilib ketganman. Uydagi munosabatlar ishlar qolib ketgan. Konfliktlar bo'lgani uchun ular chiqib ketdilar. No, menda ajrashish niyati yo'q. Xudo xolasa ajrashmayman. Protsess перемирения продолжается. Qaynatam bilan zo'r. Qaynatam bilan yo'q отношения bizda hozir. Lekin men ularni baribir yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Обычный женщина bo'lgim keladi, lekin kimgadir hech qachon sevmaganman-da. O'shaning uchun men bilmayman, oddiy ayol kishi bo'lib. Для меня oddiy ayol kishi bo'lish это скучно. Agar uyda o'tirib qolsam, xatelkalarim ko'p, salonga borish bor, kiyim-kechak olish bor. Hamma hozir shapagolik. U narsalarni hech kim menimcha ko'tara olmasdi. Paynet loyihasiga nima uchun ishlab chiqarishdi? Davlat sferalarida ko'p ishlaganman, lekin hozir menda qiziqish bo'lyapti, именно IT yo'nalishi bo'yicha. Именно super app'lar bo'yicha ishlamagan ekanman. Men uchun bu katta opit-da yana. Я уверена, у меня получится. Balki unda boshqacha vaziyatdir. Uni eshitish kerakdir. Birov yomonlab tosh otishda emas, shunchaki mumkinmi, mumkin emasmi deb rejissyordan so'radim bu. Ishtirokchilar sizni ballingizni olib tashlashmoqchi degan provokatsionный vопроslar bo'ldi. В смысле не считается? Считается. Это не ко мне, на меня не смотри с такой атакой. Это не я говорю, еще раз говорю. Chunki men bu yerda Я выкрутилась, как хотела. Lekin men ulardan so'ramadim, paynetingiz bormi, yo'qmi demadim. haqqoniy bo'lishini tarafdoriman, bo'ldi. Epladimi? Qandini ursin. Как будто u odam meni qanaqadir tanishimda, men tayyorlab o'sha olib kelib qo'ygandek bo'lib qoldim-da. Это чистой воды ложь. Я не буду ничего комментировать тогда. Спасая себя, они хотели меня как бы убрать. Это те, которые не смогли, по-моему, выполнить задание, так и защищают себя. Слабаки так и поступают по жизни. Значит, он дома тоже такой. Shaxsiyatiga men umuman teganim yo'q. Qaysidir ma'noda shaxsiyatga o'tish bo'ldi. Может, это было как-то грубо. Men uchun переход на личность bo'lmadi. Вообще men gaplarini to'g'ri yetkazib bera olmaganligi uchun Roziya noto'g'ri tushunib qolgan. Agar o'zingiz biror narsani eplolmagan bo'lsangiz, bunaqa qilib tapiz qilish kerak emas. Остальные тупо молчали, чтобы лишнее не сказать. Ovozaga qo'yilganda ana за вас проголосовал, ana поддержал. Yo'q, men u narsani aytmayapman. Я всегда за вас топила. Все у него такие. O'kinchiga narsa. Men juda boshqacha мнением bular haqida, и реально men уважать qilardim. Но уважение bittada можно потерять. Вот что я ненавижу такие грязные интриги. Qilsa, bunaqa manipulyatsiyani delikatno qilish kerak. Yunus aka, agar chidasalar qilsinlar bu ishni. Mana o'zlari chidolmadilar. Mana keyin Roziya bilan urushib chidolmasdan jim o'tirdilar keyin. Nodira opa kirdilar. Men Nodira opaga voy, прикиньте, Nodira opa shunaqa ekan desam, Nodira opa ham shu menga qarshi ekanlar. До игры нельзя было. Я у него спросила, у тебя есть память? Я у него спросила, потому что я тоже смогла бы там стоять, кого-то А он уже проходил. Tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda pastda Roziya kim bilandir gaplashib turgani bir ko'zim tushdi, lekin e'tibor bermadim. Roziya sharti bajarishga ketgandan keyin pastda turgan yigitlar aytishdiki, intriga qildirib, o'sha erkakni ushlab turdi. Bugun men birinchi qaynoq konkurensiya his qildim. Fokusi o'zlarini rivojlantirishda emas, intriga qilish, shou qilmoqchi-da, hammasi o'zligicha. Я не сказала ему ketmay, voy shunday Qare, men unaqa dedi demadim. Gaplashdi, nima qildi dedim. Men unga ketma, sen paynet
скачать qilib deb Вот, unaqa я nima у него bo'lmadi. ничего я не просил. Я у него сказал, вы работаете или нет. Все. Boshqa ishtirokchilarga nisbatan nohaqlik deb o'ylayman lekin. Roziyaga rahim kelayotgani, unga 3-4 ta ishtirokchi qarshi bo'lib turibdi hozir. ularda qanaqadir hasad ketyapti manimcha. Bolalar, hammaga rahmat ishtirok uchun. Bugun ko'rdik, endi ertalab majlisda gaplashamiz. Раздражающий maksimalizm bo'ladi odamda. Hamma gap aylanib menga tegyapti. Yo'q, sizga ham tegmayapti. To'pa-to'g'ri sizga tegdi. Qo'pol qilib aytganda qishloqqa demoqchi bo'ldi-da. Zato kalamushlik emas bu, zato podstava emas. Bitta sinovdan o'tib oldi degani hali final emas. Sen yutding degan so'z yo'q hali. Sizni ma'lumotingiz hali tugatganim yo'q. Сейчас вернусь к вам. Ay, bu yerda sizni shogirdingiz yoki o'quvchingiz yoki qaysidir ko'chadagi o'rtog'ingiz emas. Syomka davomida 3 marotaba siz meni gapimni bo'lib o'tdingiz. Suxandon sifatida siz meni hozir Qattiq siz gapingizni bo'ldim. Опять же таки вы перебиваете. Xo'p, tugatdingizmi siz? Ha. Dalbanuti so'zi haqoratmi?